Bu programmamizni kimni gijja muammolari qiynasa, ya'ni og'zidan noxush ketkisi, asablari joyida bo'lmasa, ichi normada kelmasa yoki o'zini doktori gijjaga topshir, sanda gijja bor, gijjaga moyillik bor degan bo'lsa, o'shalar uchun juda ham zo'r tushadigan programma. Ichida bunaqa narsasi ham bor, qo'lni ichilishlari yozilgan. To'y siz bu programmani olganingizdan keyin men o'zim ham tushuntirib beraman. Buning ichidagi narsalari mana birinchi o'rinda parafayt. Parafayt bu organizmdagi barcha gijjalaringizni tozalab beradigan narsa. Bat har xil o'tlardan tayyorlangan, tarkibi o't, plus qora yong'oq bargi ham bor. Juda ham zo'r narsa. Plus immunitet ko'taradi. Qaral burdok. Bu burdok sizni kishashligingizdagi hamma shamollashlarni, yalg'izlanishlarni olib tashlaydi, ya'ni organizmdagi shamollashlardan xalos qiladi. Qaral mayin suvini bir oy ichasiz,